Tracker avtomobillariga programma chiqmagan o'shaning uchun Panda variatori bilan o'rnatib beryapmiz bu mashinani. Xullas benzindan ozgina farq qiladi xolos. Yevropa gazda bugun Tracker avtomobiliga 3 ta 30 litrlik metan gaz balonni chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Original kranlari bilan ahamiyat berib qo'ying, balonlarimiz juda ham mustahkam o'rnatildi. Bu yoqda ikkita Cobalt avtomobilimizga 90 litrlikdan metan gaz balonlarini o'rnatib beryapmiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsangiz, qanaqa jihozlar va narx-navolari bo'yicha to'liq batafsil ma'lumot berib o'taman. Yevropa gazda hammasini original qo'yishadi. Sifatda tanlashda adashmang. Bu Tracker avtomobilimizga oldi qismiga qo'yiladigan jihozlar bilan birma-bir tanishtirib boramiz. Farsunkasi Rail Italia brendi 2 o'nlik tezkor bo'lgan farsunkamiz, o'zini juda ham yaxshi ko'rsatgan farsunkalarimizdan. Sifati juda ham zo'r. Buni Xitoy varianti, ya'ni birga bir lyuks kopiyalari bor. Bu originali. Reduktori original X reduktori, buni ham 2 xil, 3 xil poddelka variantlari bor. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan, 1 yil kafolatga ega mana shu o'rnatgan jihozlarimiz. Qolgani bir xil. Zapravshinigacha original qilib o'rnatib berilyapti. Tracker avtomobillariga programma chiqmagan o'shaning uchun Panda variatori bilan o'rnatib beryapmiz bu mashinani. Xullas benzindan ozgina farq qiladi xolos. Eng yaxshi Panda variatori bilan o'rnatib berilyapti. Bu kerak Trackerlarga. Ko'pchilik joylarda buni qo'yishmaydi. O'shaning uchun mashina ozgina bug'ilibroq yuradi. Blok boshqaruvi Yevropa gaz brendi, Polshada ishlab chiqarilgan Avansi 32 ga 4 blok boshqaruvi bilan o'rnatib berilyapti. Bu kompyuterni afzalligi obuda funksiyasi bor. Nima uchun? Basiga 24 ga 4 stack ularni umuman qo'yishni tavsiya qilmayman. Mana shu jihatlariga e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Bu Trackerimizga 3 ta 30 litrlik va oldi jihozlarini original qilgan holatda ikkita bazasi bilan, ya'ni GAIni planshetiga ham ruxsatnomasi bilan GAIga borilmaydi. Hamma hujjati o'zimizda bitib ketyapti. Keyin sentabr oyida zapravkalarda bitta tizimga, ya'ni bitta bazaga ulashyapti. O'shalarga ham ro'yxatga qo'yib beramiz. Kesalaring Trackerlarga ertalab boshlasak, Trackerlarga 3 ta 30 talik bilan obedgacha bitirib beramiz. Imkon qadar 3 ta 30 taliklar ozgina vaqt oladi. Oldi jihozlari ham ozgina qo'yish vaqti oladi. O'shani hisobga olinglar. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Narx-navolari bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bosilgan like'lar ko'proq YouTube insonlarga tavsiya qiladi videolarimizni. Insonlarga manfaati tegishini xohlayman. Bu yoqda Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz balon o'rnatib berilyapti. Vicor brendi O'zbekistonda ishlab chiqariladigan 90 litrlik metan gaz balon bilan avvalgi chanaga mustahkam qilib original kranlari bilan o'rnatib beryapmiz. Cobaltlarga kesalaring inshaalloh 2 soatda o'rnatib beramiz. Oldi qismiga qo'yiladigan jihozlar bilan sizlarni tanishtirib boradigan bo'lsak, Yevropa gaz Basico 24 ga 4 blok boshqaruvi Polshada ishlab chiqarilgan eng original miyasi bilan o'rnatib berdik. Farsunkasi Italia brendi Rail 2 o'nlik tezkor bo'lgan farsunkamiz bilan o'rnatib berdik. Doim aytganimdek, birga bir Xitoy variantlari ham bor. Agar siz Xitoy desangiz, Xitoyni o'rnatib beramiz, original desangiz, originalni o'rnatib beramiz. Puli shunda farq bo'ladi. Baribir original, baribir original. Reduktori X original reduktori. Buni ham birga bir poddelka variantlari bor. Eng o'zini yaxshi ko'rsatgan Xitoyda ishlab chiqarilgan reduktor hisoblanadi. Kesanglar mana shunday original jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu yoqda yana bir Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz balon bilan o'rnatib berilyapti. Avvalgi chanaga mustahkam qilib o'rnatib berilib boshlangan ish jarayoni. Oldi qismiga 3-avlod, ya'ni 3-pokoleniyasi bilan o'rnatib berilyapti. Xitoyda ishlab chiqarilgan original reduktori bilan 1 yil kafolatligi
jihozlarni o'rnatib beryapmiz. Mana shu 3-pokoleniya reduktorlarimiz hisoblanadi. Eng original reduktorlar. Mana bir endi Laydo reduktori bilan o'rnatib berdik. Manzilimizni qisqacha tanishtirib boradigan bo'lsak, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashganmiz. Yevropa gaz servizda ish faoliyatimizni olib boramiz. Kesalaring eng original jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Biz borini bordagi qo'yib aytamiz. Originalmi? Original qo'yamiz, Xitoymi? Xitoy. Lekin aytib qo'yamiz. Bu yog'i manzilimizni qisqacha yana tushuntirib boradigan bo'lsak, bu yog'i Jizzaxdan kelishda Sardobadan o'tganda Guliston ichiga o'ng qo'lda to'g'ri katta trassa bor. 18 kilometr masofani bosib, o'ng qo'lga burilib, mana shu anhor bo'yida joylashganmiz. Kesalaring avtomobillaringga metan propan jihozlarini o'rnatib ketishlaring mumkin. Bu yog'i Toshkentdan kelishda most oldidan o'ngga qarab burilib ketasizlar-ku trassadan. O'sha most tagidan to'g'ri 12 kilometr yurib, bitta svetofor chiqadi, o'ngga qayrilib 2 kilometrda mumkin bo'lgan qayrilib olish bor. Bitta qayrilib olib 30 metr yurib, o'ngga burilib kesalaring, biz Yevropa gaz metan gaz servisida shaxsan o'zim kutib olaman. 90 litrlik metan gaz ballonimiz korpusli 26-8-oyda ishlab chiqarilgan metan gaz ballon bilan o'rnatib berilyapti. Bu yerda mana bu Tracker avtomobilimizga narx-navolari bo'yicha hozir aytib o'tganimdek 330 litrlik oldi jihozlarni full original jihozlar bilan o'rnatib beryapmiz. Ikkita bazasi bilan 8 million so'mga o'rnatib beryapmiz. Bu Cobalt'imizga 90 litrlik metan gaz ballonni ikkita bazasi bilan va oldi jihozlarni original qilgan holatda 4 million 900 ming so'mga o'rnatib berdik. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizda qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz ballon bilan oldi qismini 3-pokoleniya qilgan holatda ikkita bazasi bilan 3 million 800 ming so'mga o'rnatib beryapmiz. Kesalaring sizlarga ham shunday sifatli xizmatlar bilan o'rnatib beramiz. Mana bizda har xil avtomobillarga o'rnatiladigan blok boshqaruvlar Yevropa gaz brendi, Stark brendi, hammasi Polshada ishlab chiqarilgan blok boshqaruvlar, Alex brendi va reduktorlar italyanskiy, Xitoy, bu Xitoy fabrika, bu Padelka X-tka, bu original X reduktoridir. Originali birga bir lyukslari mana bu joyda. Mana bu ham lyuks hisoblanadi, bu original hisoblanadi. Kesalaring eng sifatli yoki o'zingiz tanlaysiz, biz o'rnatib beramiz. 90 litrligimizda joylash holati original chanaga o'rnatib berilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Eng originali bizda, eng birinchi qo'llar bizda.